Qayta Nurunsa onasi o'lgandek to'qildab yig'lab. Balam yetim bo'lmasin demisan, Allah buni xatimni oladi. Bu qilg'ini nimaday endi? Atiga men bu yoqqa manganda nefis qora atlas ko'ynakning teshidan qizil duqov jiletga kiyibilib, o'rg'oq bilan tog'orni qo'ltiqlab, beda urib kelaman deb ketib qolgan Nurunsa yarim kun ichida qo'saq ko'tarib 7-8 oylik bo'lgan edi. Zuvanim tutilib, kepki kelmay qoldi. U emasmi ya? Deb sinchilab qarab baqdim. Emas bo'lishi mumkin emas. Nurunsani kuydirib kulini akapasimi to'nayman. Ağız supada qayri inekdek yo'g'on qo'sqini do'mbaytib, tog'ordek kangri chit ko'ylak kiyib o'ltirgan ayol Nurunsaning o'zi shu. Ammo uning qo'rsig'i balaga yaxshi tarbiya qilmagan gunoh menda, lekin silmi qizlarga o'tdaroq tarbiya qilib bo'ladi-ku. Guljamalxonga guldek chiroyli qiz bo'pti. Biroq bizning bola degan uyoqchaqlik bo'lgan, yana kelib balasining tug'ilishig'ini asli qolgan tursa, har qancha bo'lsa-mu surishti qilib, ondan uyga boshlamamlar. Anam aslidagi eg'ir besiq seliq sipoya Rayish mijozni biroq o'zgartib, Abdulla Xotibni go'laydi. O'ltirgan yerdan ozoq qimirlab qo'yib, menga tikilib qaradi. Ondan Nurunsani imo qilib turib, yana so'zladi. "Men qaylisizlar, xonim? Mal bizning kelinmi? Sizning qizim qilish qilsangiz chiroyli, isil qiz edi. Bizga kelin bo'lib, o'g'limning ig'irini ko'tarib, hammamizning xizmatini qilib kelyapti. Uy ishini qilaman, itizga qatorayman, qusoq ko'tiraman deb chiroy munishib bildik bo'lib qoldi. Endi kelib, sizning qizga chacharabdi. Keyin Guljamalxondan chinib, yana boshqasi qarab olsa, eng muhimi qaylisizlar?" Onam oxunimga bo'ynini so'zib, ovozini chiqroq chiqarishga tirishib, unlik so'zladi. "Biz va ma qizlarni ilib berdigan ish bo'lsa-mu, kichik xotinlik qilib birimiz. Kelinimizni qo'yib o'taman desa, meni o'ndoq bolam yo'q bilib qo'ysizlar." Cho'qondan tutun chiqib ketdi. Kichik xotin kelinimizni qo'yversa, nima degan dahshat gaplar. Dunyoda nədimi ammagan xotinni kelin deb, nədimi so'rab yuradigan ish bor. Nədimi to'y qilib boqmay turib, ammoqchi bo'lgan xotinni cho'ng kichik deb ayirib yuradigan gap bo'ladi. Tush ko'rsammi, uxlagandiroq ko'rsam bo'lmaydi deyman. Ay tova, bu onam erishib qoldimi ya? Cho'qim shundoq. Nurunsag'im kasallik. Gap qisliya olam. Dedi oxinim menga chiroyin turib, yana kirib qarab. Nima gap bu? Seni bu uyga zodi nima maqsad kelib ketib yuriydilar, ha? Mao xonlarim nima dedi zodi? Bizning Guljamalxon undaq orqtamlarda o'g'illar bilan yitlishib yuradigan qizlardan emas. Xalqning izzati bilan shundaqmi o'ylashgan bormi? Tug'ilmagan bolasini o'zini qilib qo'yadi. Tishim qiyshib, ochig'im mangam ketibdi. Nurunsan dirsab, nejab qonini bo'sib, uchay pushlarini chuvib ilib, beshiqi yugib qo'ygim kelib ketdi. Shundaqmi beshi yo'g'on bo'ladigan qiz bola degandim. To'g'ridayim. "Ey Sara!" dedim men Nurunsani oldiga devaylab. "Qaysi tug'ilmagan bolamni? Men bilan otlayapsan, axim bolam?" dedi onam o'rnidan turib oldimga yugurib kelib. "Tug'ay deb qolgan xotinni urib berib, tezroq tug'dirib qo'yay da'vatamni jinim bolam. Hozir qilib yurgan sat ishlari olib kelib, o'z qo'llar bilan tug'diray da'vatamni ya. Vaqt soat kelganda o'zi tug'a. Bu ishlarni sizlar qo'yimsizlar. Hozir maishlarni bir taraf qilib olaylik." Onam shundaqda belikimdan tatdi. Lekin shundaqla tatqanni qilib, tishlarini g'o'chiriltib turib, belikimni shunchalik qattiq chimdidiki, tos qoldim og'riq chidamay varqirab sag'ilib. Onamning menga chandirma degan maqsadni bildirmoqchi ishkanligini bilib, beshimni to'g'an soldim. Sehrlab qo'ygandekla zuvanim tutildi. "Qanday qildi ana? Iliklar shunday qilib tursa. Keyin qandaydir etdi ana. Men foqiyatga bo'lg'aydi. Voy tavba. Ey, nimada qiza tatmaydigan demisan? Men qachon sen bilan?" Shundaq deyishimga onam men qarab qahr bilan chekchaydi. Men xiqqida bo'lib, joyimga mixlab qo'ygandekda turib qoldim. "Bo'ldi endi. Bolalarni ilib chiqslar oynamdan." dedi Qamarxon qo'lini shiltib g'azab bilan. "İttifoqida bo'y solgandek, ori kunda 6 qatam kelib, sirkilib yurib bo'pti. İnsonchilikni ko'ngil sindirmay debdi men. Yuzi deganmi debdik, bakanaslarda. Bu yerga kelib, bizga urushib bermay, uylarga olib berib, uramlar, tillamlar, chapanlar o'zlarining ishi. To'la bizning bosog'ini yemkash qilmay, chiqslar oynamdan." Qamarxon bo'yimdan qilgan gaplari quloqimdan kirib, kuchay bag'rimni jildatib ko'ydirib, yuzimga kelib to'xtadi.
Endi mao o'ylamning bosog'isidan yaloq izlagan ishma kirmisan. Abdulla Xatib axuning ko'rsatkich barmoqini chinab ayolga darvozani ishorat qildi va chaqmoq chaqqandek surlik ovoz bilan shundoq dedi. Uning bu gapi menga sen yaloq yolg'on ish degandek tuyulib yurgim o'rtinib ketdi. O gapni deb bo'lib, maydasiga sangilib turgan oppoq soqollarini qamallig'icha malangzini qayirib uy ichiga kirib ketdi. Qamarxon buvimmi oxinimning orqasidan kirib ketdi. Ayol o'tmay uy ichining Guljamalning qattiq yig'lagan ovozi anglandi. Xatib oxinim bilan buvim uyga kirib ketgandan keyinla og'zini tutib xildab ketishga boshlagan Nurinsa dekkada o'rnidan turib onamning yiniq keldi va past ovozda so'zlagach qo'lidan tortib sirt qilmoqdi. Qansa ona, endi ketayli. Pikachi'ni berayli yana. Tova maoshni. Uning har homildor ayolga o'xshaydi. Qo'ziq shunchalar yo'g'ongan ikki qat ayol bundaq mushukning oslidek yengil dikildab yuralamdi. Sho'chi. Hech puchig'im keldi. Obdan bo'ldi mana. Gunohsiz bir qizning dilini og'ritib qo'ydik. Hey Esat. Onam beshini chayqab ulug' kichik tinig'imcha sirt qilmoqdi. Bu qizning xabarsizligini kimlardan biladi? Dedi Nurinsa onam yandishmay. Bekir degan Lotin muallimi iniqroq deb bas bo'lgan gap. U qizning xabar yo'qligini boshda ochiq degan bo'lsa, boshqacharoq amal qilmasmidi? Bu gaplarni anglab hayron havas qildi. Bakri o'tganda bir qitim uning kayniga mengishib, oxinimning uyining oldigacha akkagida saqib. Ondan uni ishik to'yida saqilib qo'yib, velosipedini yetlab Abdulla Xatibning uyiga kirib ahvol so'rash bahanasida Guljamalni ko'rib chiqqan edi. Yo'lda kelgicha Guljamalning gapini qilib, "Nima uchun bordiganligimni" deb qo'yibdi. Bir cho'yguncha qoynimachilikla hayol bo'lgan edim bo'lmasa. Shuningga ishqi kechib qoldim, maktab mudiri bo's maoshimdan tutdi deb qayib xili g'udirgan edi. Hech kimga tinma deb jigilganlarim texi. Biri bosh odam degan-ku zot xoin keladi. Xappakri. Tug'jan bolam, menga ile uyga. Ağzığı bayatın, iştoqida bo'ysunmabdimish. Endi-chi shapaq bağa qizib chaqirgandek cho'limiz tegsil kelavermayli juma. Xiyol bilan bo'lib turib qopdiman. Onamning sesli gaplariga puxildab kelayotgan Nurinsaga qarab, jahlim bilan olaydim. Va bezanlik bilan kulib turgan Nurinsaning oldidan bo'ynimni g'azdab tutib o'tib ketdim. Yo'lga chiqsam 10 yoshlik edim, Mirsali tereka bog'lab qo'yilgan eshak aruvimizga o'ng'izga yotqinicha xiyoliga ketibdi. Shuncha uzunda chiqamsizlar, toz qoldim men uxlab qolg'ili, dedi u norozi bo'lgan holda tumishqini ushlab. Tayoqni akangga bera bolam, dedi onam Mirsaliga. Bizda ololmay qolgan bir muncha chiqib bor. Eshakni urib bo'lsa, chiqarib olgach, hayron akang aydisin. Nurinsa qaqoqlab kulgach pashlar lapangishib turgan kan ko'ynikining etkini qayrib birdam hapilishib, ichidan yog'liqqa o'ralgan bo'qchidek bir narsani va uni bog'lab tangan lotini chiqardi. Nurinsa harvoq tashlagan bo'qchiga qarab, ichidagining paxtishganligini bildi. Shu men teximi ichim qaynab, alam bilan levimni tishildim. Hechib qildi-ya bu beshim xotinning qizi. Xap. Qin ko'ramiz. Unda qilib yurganing bilan men osam hisob. Olmay turibla taloq qilib o'taman-ku seni. Azozat sho'chi. Shu kuni uyga kirishim bilanla onam dadamni bir yoqqa tortib, Nurinsa ikkimizning to'yini qilib o'tish o'yi baliqini, Mijtaxunikamlarni endi keyinlik so'zmaslik ko'ndirishni aytdi. Bu gaplarni anglab jiddiylashib, ichim tutildab joyimda turolmay qoldim. "Yo'q dada, men Nurinsani olmayman. Kim asosim? Ish qilib men olmayman." "Hey, betchig'ir!" deb vaqirdi onam. "Yana nim qilmoqchisan ha? Sana shuni deb qo'yay. Nurinsani olsangmi olsa, olmasangmi olsa. Xaqsini xohlagancha ehmaq qilgan o'yinchiqingmi? Sening singling bor. Shu esingda bo'lsin. Sen buni saqib qo'ysang, singling yondirib bergini besib chiqadimi? Olamning o'tmisi bor. Hamishning hisob kitobi bor. Erkinlikni qo'yib, yomon ikki qo'ygan yerim bor shu. To'xtab turjima. Sening deganingcha bo'lamdikin, ya mening deganimchimi? Qani ko'ramiz. Onam shundoq deb qoni yirtilg'idek bir vaqirgandan keyin chalvaqab tikriklarini chachirtib turib, dadamga mening Guljamalni ko'zlab Abdulla Xatib oxinimning uyiga qatirib yurganlarimni yipidan yengimisiga tutib berdi. Oxirida kelib bugun Nurinsa ikkisining tug'ilmagan bola o'yinini planlab chiqib, meni Xatib oxinim bilan ayol oldida rasman qilganligi. Shu orqali ikkinchi ularning oldiga boramligida qilayotganligini zo'q sho'q bilan so'zlab berishni unutmadi. Shundaqmi adolatsizlik bo'lamdi deyman. Dadam bo'lgan odammi mendan nima ahvol ishganligini so'rab qo'ymayla, onam bilan Nurinsanikini to'g'ri, menikini xatoga chiqadi. O'zi onamga ko'yib qolganda hozirgidek g'urur, vijdoni, aqlli adab axloqlari naketgan bo'lg'iydi. U birisi ko'yib qolsa gap yo'q, men ko'yib qolsam yomonmikan? Qancha norozilik bildirib, saranglik qilib yerib qolganlarimning foydasi bo'lmadi.
Dadamning nazarida ish yuqmaydigan bakchig'ar, kalishmaydigan dalti, vijdonini ishtiyab, yurak qurtlab ketgan eski tuskili bir narsaga aylanib qoldi. Qanday qila olaydim? Dada emasmi? Gepiga kirmasam qutulg'ili bo'ladigandek emas. Shunday qilib, qoqishib so'rgan peti opirib to'yimni qilib etdi. Hazazol besham og'iznasi odam tillaydigan, qo'lini ko'tarsa urdigan, odam tushirib ko'rib qelishdimi qo'rqadigan tulkijin Nurinsa meni xotinim bo'lib qoldi. Peshonamga putilgini mushundaq talaysizligimmikin tam. Bo'pti demay amalim bo'lmadi. Demay yana yushranmayman. Tek shu chaqlarda Nurinsani 1-2 oy xotin qilib ko'tiga tep haydab qo'yib, ondan Guljamalni nikohimga elishnimi o'ylab ulgurdim. Lekin bu hamdam xiyolim hozirgacha yep-yop etib qelaverdi. Bakrining cheqib qo'yishi bilan payloqchilarning qo'liga tushib qolgandan keyin Guljamallarning uyiga menib borgan qo'tir velosipedni eshak arosiga otib yondirib keldik. Bu albatta onamning buyrug'i edi. Hey, o shaytonning chaqini ikkinchilab minadigan bo'lsang, changvosimlarni cho'p bo'yniga yegib qo'yman. Onam shu chaqda shunday degan edi. Hammani qilgan Bekri degan shu lintas muallim xiyolida azroqla o'qib, yig'inining sun'iqli xizmatga erishdim deb ko'ranglab qopti. Yig'ishtirib yursin avabkanemisini, tolaballarni azdirib yo'ldan chiqarmay. Otam zamonida temir shaytonlar chiqib desa, kishining tishini qirishtirib, undaq nimalar ketin ortib olmasmi, birobdan eshak arvamiz bor. Bek bo'lmay qolsak, bir jip pochqimiz bor. Shuningdek yo'tkab meni endi u gaday muallimning ajjaq yo'rg'ulg'ichisi so'rg'ichi bo'lma, odamning yuzini to'kib mana mushundaq bir hazo laylay to'lab dekkanni badi. Ma'qul demakdan boshqa choram yo'q. Eppagan xotinni olmoqdan boshqa chorammi yo'q. Nimachi tuturuqsiz nimasan deb kelishingiz mumkin. Ammo rost gapni deyman. Kulmay turib anglang, ha? Ko'ngillarning nikohning mari issiq degan rost o'xshaydi. Nurinsa bilan bir yostiqqa bosh qo'ygandan keyin burunqi o'shmanlik va xotchilikdan biroqla unutilib ketdi. Unutilib ketdilar emas, texi intayin inoq xotinlarga aylandik. Burun olmayman deb jidal qilganlarimni o'ylasam, hozir kulgim keladi. Nurinsaning o'zgarib qolganlarini demaysiz texi. Burunga erkak sadak mijozidan beshamlikidan asarmi yo'q. Uyga kiraman, chiyim tayyor, oyoqni silib to'rga chiqaman, tomoqim tayyor. Aslisam o'rin silib tayyor qiladi, ko'zimni ochsam beshimda kiydiginim, cho'gimda issiq suv. Ishqilib, xon sultonlarning kiyinajeklarimi uning chiroyish, ishchan, ko'yimchan emasdi. Shunday qilib turmushimiz navatdek o'tib ketdi. Nurinsadan hammamiz rozi edik. Bir kuni kechada tush ko'rib qoldim. Tushimda somkamni esib, maktabga berib kelib yurgan balaliq chog'larimni ko'ribdim. Bir top balalar bilan iltizorsidagi cheg'ir yo'lda ketib o'tdik. Balalarning hammasi churqilishib, qo'g'ilishib maqatdi. Men ularga qo'shilib, qochqonlarni qo'g'lab, tutib olganlarning bo'yniga gera, putiga chiymoq selib, yiqitish uchun tirkashdim. Tuyuqsiz kichik tartim qistab ketdi. Men tayyor qilolay, sizlar mang'ash turinglar. Dedim men balalarga. Ondan belimdan salla eshib, zangaq taqashqidek o'sgan qo'noqliq kirib, o'rtiribla sharqirtib qo'yib etdim. Ey dalta, odam bo'lmaydigan taqay, nima qiliq bu? Tura ey sarang, to'qildim, to'va, mushuga cho'p-cho'p bir erkishdan qilg'ayishma. Tura dedim, hey, ha vaqt dalta sip qo'ydi o'rniga. Nurinsaning turtib uyg'otishi bilan uyquliq ko'zimni mingtasdi yirtib ochdim. Nima bo'ldi? Nima deysan? Boranda qolgandek vaqirmay siliq gap qilmamsa? Pek siliq gap qilgandek ish bo'ladi. Bir bo'ldi bo'lay deb qolganda gap qansib yotgan gap bormi? Sizga tarsang bo'lmamda to'q soqol. Voy, texim mo'm sipsana, voy namusdan qilda qilay. Turay lomzanlar, mo'a ko'pin kul qilayotgan sip, sisiqliqini anane to'g'ri nima gampishimiz sipsana go'cha o'lmaydigan ego. Bushkimiz to'y qilgan necha oydan beri Nurinsaning menga tunji qitim qo'pollik qilishi va bezab gaplar bilan tillishi edi. Hayronligimni yo'shiramagan holda upul-topul o'rnimdan turdim. Nefis xastam bilan ho'l, ko'rpining mayatgan tarafi tamomiy ho'l. Nima bo'lamiz bu? Mush ishni men qilgandimanmi? Bizleri qarab turmay, shidikatan qilaq ichib yeyibta ko'cha. Yudnini o'rtib, panqayda qarab turishni. Lanjim deyamadim. Yuzlarim nomusdan o't bo'p ko'ydi. Gap qilmasdan ho'l ko'rpining bir burjikidan tutib, shax so'ragandek so'rab talaga mangdim. Tuzrak o'tatmagan sanay derdi. Sidg'ani qamlashtirib, sizlar nima bo'lmasa, saqal siqimdan oshqandimi qilib yurgan ishimni qara. Tova. Men ko'rpining ho'ylidagi kir yeydigan org'amchiga yetib kirganda Nurinsa almashtirib bo'lgan bo'lib, ko'rpa o'rniga dadam kuzda tiktirib bergan teri juvonni silib tayyor qilgan edi. O zamonlarda yangidan bir uyga kirgan xotinning bir taldan yotgan ko'rpa, tekki, bir tal supurga, bir tal chilak cho'gindan boshqa bezotim bo'lmaydi. O chaqda to'yliq pul berish deydigan ish nadi deysiz?
Zamanning barimi shunchalik tursa, qo'saq aramxoda to'ysa, dadijang sekretarlar nom otqining tayini yo'q siliqlarni ozroq sasa, shuning o'zi cho'ng ish edi. Yatsilya ko'lpaqsi, uxluslar endi ishlarni bo'shta olgandikan, etgan, ya'ni itizliq chiqila. Nurizaning zahardek gaplari menga o'rg'andek tegdi. Bir turib uyquchilikda qilib salgan ishimni o'ylasam kulki qistaydi. Ammo kulibli saldimmi? Bo'ldi, buning zuvani yana harakatga keladi. Voy balam, nemish bu? Kechidan o'g'izdan yomg'ir o'tib ketdimi-ki desam, hech bir yomg'ir yoqqanda qilmagan bo'lmasa? Dedi anam etigini qo'ylarga yem beryapsam. Baqqa o'tinga mangan anam yig'liq turgan ho'l ko'rpini ko'rib, "Sizlarning ko'rpig'i bolammi?" cho'ng shaxs birgini so'rivilib, shartildatib o'yli supirayotgan Nurinsa shaqqida to'xtadi. Ondan menga yalttirib bir qarab o'tib javob berdi. So'qim ishib qoldimki, anaka. Ya mushu 2 qat vaqtda shundoq bo'lib qolamdi odam. Kechida o'rnimni sip sopdiman. Sep bo'ldi. Xafa bo'lmaslar jinim anaka. Endi diqqat qilay. Yasnaxunmi xili qaydi. Endi cho'qim diqqat qilman. Voy tova. Nima deydi mavjin tepgan sara? O'rnin segini men tursam, gunohni o'z ustiga kelyapti ya. Ha, hech vaqasi yo'q enim bolam. 2 qat vaqtida taratni tutamaydigan ishlar bo'lib turdi. Hele quyruq mayda tiqiningizni maylib olib, birdan issiq o'ltiring. O'ngshilib qolasiz. Men dadikanizga deb qo'yay, yakshanba kun bozorga borganda navbat og'ach kelsin. Qarichay bilan damlab ichib bersangiz, sovuqni oladi. Dadam intayin to'g'ri debdikan. Erni er qilganmi xotin, yer qilganmi xotin degan emasmidi? Mana Nurinsa shunday qildi. Onamning oldida Yasin siyib qo'ydi deb qo'ygan bo'lsa, sesinmasmidim. Yana kelib uning gaplarini uydan dos ko'tarib chiqqan singlim bilan to'g'lag'i don chechayotgan enimmi aniq angladi. Ham pixildab kulishib ketdi. Shularning oldida men qancha satira bo'g'iyda, barkalla jinim xotin. Qurg'uyimdasiz. Qo'ylarga yem berib bo'lib, hujra uyimizga kirishimga o'yinni supirib bo'lgan Nurinsamni usti beshilik to'p-tozani qiqishtirganicha orqamdan kirdi. Uning ko'zlariga mehrim bilan uzoq tikildi. U menga burunqidan bek chiroyliqlashib ketganda ko'rinib ketib boradi. Uning menga qarab yaqinlik kulimsirishidan vujudimga illiqqina bir sezim tarqaldi. Dodisi 2 qat vaqtingda so'qni ishib qolarmish. Hele quyruq maydan moylanib, issiq yotib ekansan. Navachay damlab beraya, payda qilib qolar. Uning zanglik qilishtirma qulqimga shunchalik yaqinlik olinib ketdi. İxtiyorsiz uni o'zimga tortib, bag'rimga besib ching'adi quchoqildi. Oradan xeyli vaqt o'tdi. Nurisaning qo'sig'i saman tiqqan tog'ardek yo'g'inab, nasllik qiliga o'xshab qolgan edi. Yo'l mangdigan bo'lsa, ishkiniga irg'onshib, nafs tizlishib ketadi. Birsi yo'lab qo'ymasa, o'ltirgan yerdan turmoq tas edi. Uning bu holiga qarab ichim og'risa, dada bo'lish xushalligi meni olam shodlik uchun diratdi. Dadam onamlar uyining sodliq uchun yakshanba bozorga ketgan bir kun edi. Eni sing'illarimmi qag'ishlik qilib turib, birlik ketgan bo'lib, Nurinsaning vaqti qaray yiqilib qolgan bo'g'achqa yolg'iz qo'yishga ko'nglim unamay, men uyda uning bilan qolgan edim. Chunq tush mezgili bo'lganda Sarixonga g'ingshig'ach o'yilda o'tik mixlab o'ltirsam, hujra uydan Nurinsaning ansiz vaqirishi anglandi. Men bek ko'ngilchimay o'z ishimni qilaverdim. Bir chaqda uning Voyjon, Yasin, voy qusqam, Yasin, tuqqa o'xshayman, Yasin. deb varqirg'in anglandi. Shu an chachrab o'rnimdan turib hujraga yugurdim. Kirsam, u yerda yangi o'milgan boladek yerga qo'shlarini chaplab, putlarini uzun sunib o'tiratdi. Voyjon, voy qanday qilaman? Chidab tur. Hozir tursam bo'lmaydi, chidab tur. Ishini qilagacha. Qo'satga to'lay deb tag'am bo'lganimni loyiq degan gumandi. Og'riqdan o'lay davasam, xiyollar yo'q deb qo'ysam voyjon. Men degilar. Men uning samirib to'lib ketgan belaklardan tortib yo'lidim. Voy qo'sqa. O'rnimdan qo'shlarning uyiga chiqib baqaga tura. Voy qo'noqmash evga, mush chaqda qo'shlarni o'yib to'qlamizam voyjon. Avasiq qo'ysa bilaman. Bugunkidek bozor kunida mal qaynanam bo'lgan xotin bog'lab qo'ysam uyda o'ltirmaydi. Esimni bilganimdan boshlab desam, o'shiq ketar balkim. Ammo lab gap emas. Men Nurinsaga ko'z silib yurgandan boshlab hozirgacha bir haqiqatan bozordan qolganini bilmayman. Qaraganda bugun uning uyida yo'qligimi o'zini ko'rsatgandek turadi. Men o'diqib, tantirab yurib Nurinsaning degini bo'yicha supuga ko'rib silib, saman tekini bosh tarafiga qo'ydim. Voyjon, voy bolatiz bola. Ko'pilmin yelab Ammo Nurinsani ming japada yo'lab o'rnidan turg'izdim. Butun umrimda buningdan ig'ir bir narsani ko'tarib, hatto midirtib boqqanimni bilmayman. Yeng to'qigan chaqlarda erkiltib ancha-muncha ko'tarib qo'yatdim.
U chaqlarda yo'g'ini kelsa, bir chichqoq paqlanchilik kela bo'g'iydi. Lekin hozir yo'lab o'rnidan turg'izg'icha tas qoldi, qo'rg'ularim sunib, qing'ir bo'lib qoldi. Bari yo'q bir baliq qo'saq ko'tirdim deb, shunchim bahayvat bo'lib ketamdigan ayol kishi degan. Ming o'lib, ming terilib, oxiri uni ko'rpaga kelib yotqizdim. Üstümge yatkan ip koya. Vayca, atan balını çürütmesen bulmaydı. Vay kuzga. Nima? Kunduzda bu... Vay işini kıla ürüneydi kız. Saram. Yatkan ip koyup neye kalsak yok kılarma. Koldan hiç iş gelmeydi kız. Saram. Doca, vayca. Ana. Vay ana. İsmet öldüren buldu. Nurisaning vajallashlariga chidamay, nima desa shuni qilib, atrofida paypitak bo'lishga boshladim. Tug'ib bakmagan adam tug'dirishni nima bilsin? Vayca, ben kızga. Alisa, to'xta, yonboshlamay, meni qachonda chaqirib kirib, o'ldirmay tur. Kallamga kelgan bu aqldan ko'z oldim pallidi yordi. Shunda tapla chaqqonlik bilan talaga maqdim. Quloq tuğumda Nurinsaning Vaya, anam açık adam bilse tug'ut qiyinlashib ketib degan, chaqirma. Vayay. degan gaplari jaranglab qoldi. Gapning uchi uzilganda men allaqachon cho'ng yo'lga chiqib bo'lgan edim. Men saqachon bizning uyga kirgan hamonlar oldingi safga otlangan ozodlik armiya jangchisidek yangilarni shimoylab ishga tushib ketdi. Meni bo'lsa ishkitudi qorovullikda turg'izib qo'ydi. Bir narsalar lozim bo'lsa yugurib talqib beratdim. Jiddiylashganimdan putqulim kalvolashib, chekimdan purildab tarqo'ylatdi. Chunki Nurinsa uy ishda turib janjahli bilan varqirab nola qilatdi. Yig'laydi. Meni saqachon uningga bir nimlarni deb buyruq qilib tasalli beratdi. 7-qism tugadi.